Do'stlar, ushbu xabarimni barcha tanish bilishlarga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. Endilikda nogironlikni belgilash jarayoni raqamlashtirilmoqda. Ya'ni yangi imkoniyat yaratildi. Nogironlikni belgilash uchun onlayn tarzda ariza yuborish imkoniyati yaratildi. Qanday deysizmi? Ushbu xabarimni oxirigacha eshiting. Nogironlikni belgilatmoqchi bo'lgan aka-opalarimiz yoki uka-singillarimiz uchun hozir sodda tarzda tushuntirib o'tiraman. Qo'lingizga telefoningizni olasiz, internetingizni kirasiz, qaysidir bir telefoningizda bo'lgan qidiruv tizimiga kirib, my.gov.uz portaliga kirasiz. Ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tgandan keyin esa o'sha MyGov'ni tepasida lupaga o'xshagan narsa bor. O'sha joyni shunda bosasiz. Bosganingizdan keyin nogironlikni degan so'zni lotin harflari bilan yozasiz. Nogironlikni belgilash bo'yicha ariza yuborish degan kichkina bo'limcha chiqadi. Mana shu bo'limchaga kiradigan bo'lsangiz, hozir qisqacha tavsifini aytib o'taman. Jismoniy shaxslar bemalol foydalanishliklari mumkin. Xizmatdan foydalanish mutlaqo bepul. 40 kun ichida yana qaytadan ariza yuborish imkoniyati yaratilgan. Hukumatimizning tegishli qarori hisoblanadi. Do'stlar, endilikda qiynalib nogironlikni belgilash bo'yicha qaysidir bir idoralarga borib sarson bo'lib yuribsiz. Aksincha, qo'lingizdagi telefon orqali hujjatlaringizni va barcha ma'lumotlaringizni kiritgan holda nogironligingizni belgilash bo'yicha onlayn tarzda murojaat qilsangiz bo'ladi. Ushbu xabarimni barcha tanish bilishlarga maksimum darajada yuborib qo'ying, zero yaratilgan imkoniyatlardan ular ham foydalansin. Mana shunday yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga